ehtiyot bo'lishimiz kerak. Qo'shiqqa ham boshqa o'sha orada Gulinur o'tib ketadi, shunda ahamiyat bermaysizlar. Hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Siz qadrga kirasiz. Yaxshi tarafi yo'q-ku. O'shanda ham o'sha rasulligicha qoldi. Janob Rasul o'zining kuchli xarizmasi bilan ajralib turadi. Repetitsiya men почти qilmadim. Давайте tutunni svet bilan birdan uramiz bo'lmasa. O'sha urgan paytga. Sostav bilan ham ishlamaganmiz. Mansab kelib ko'zim qurganda, majburlikdan alang kulganda, menga o'limda yurganlar, sizga son umr tilayman. Men kiyinganman, siz intervyuni davom qildiring. Vaqtim chunki oz. Ruxsat bermadik. Yo'q. Omadini bersin. Vaqtga chiqing, davom ettiramiz. Nur TV. Assalomu alaykum arzim. Allah Nur Media'ga Ahmet bilmaylamay qoldim. Yo, javob qo'ydim, tak lёгкий kirishga bor-ku. Super. Normallik kadrlar bo'lsin, normallik kadrlar bo'lsin. Cho'tki kadrlar bo'lsin. Har xil qo'yib tashab chetroq turib. Это момент сделайте, охрана не нужна. Repasga bor. Xatga kiramiz. Oldingilarga ko'rishinglar, oldingilarga. Assalomu alaykum. Kayfiyatlari yaxshi ekanmi? To'ydan chiqyapmizmi? Sakit bilan. Xush kelibsiz. Olov Nur Media degani mana shu. Olov Nur Media degani hozir sahnaga qachon bilan ko'rishmasam mazam bo'lmaydi. Давайте tutunni svet bilan birdan uramiz bo'lmasa. O'sha urgan paytga. Janob Rasulning bu konserti fayzli, chiroyli bo'lsin. Doim shu muxlislarning ko'nglini joy olsin. Yuzlarini yorug' qilsin. Shu kelajakda Xudoyim shu dunyo sahnalarida ham ko'rib yurish nasib qilsin. Usta ayting. Yuzingiz yorug' bo'lsin. O'ylaganingizdek konsert oliy darajada o'tsin. Shakil bilan birgalikda yaxshi o'tkazinglar, fayzinglarni bersin. Doimo sog' omon bo'linglar, sizlarga o'xshab hammamiz mana shunaqa konsertlar qo'yib yurishlar. Скажи, давай. На русском можно.
Айлах. Прошел концерт высшему уровню. Спасибо за приглашение, Александр. Тут все родные сидят. Ученый Джахангира видит. Тут всегда вот такие, каждый день в вашем доме был концерты, музыки, всегда радовались, улыбались. Еще раз Узбекистан только вперед. Всем салам алейкум. G'ayrat qoldingiz bo'ldi usta kelib Konsertimiz omadli bo'lsin. Ilohim shu do'stlarning oldida yuzimiz yorug' bo'lib, har doim mana shu yaxshi konsertlar bo'lib, dunyo sahnalarida ham ko'rishlik nasib qilsin. Ilohim uyatligini ustozlarimizga rahmat, shularni yo'lini bersin. Xudo xolasa yuzimiz yorug' bo'lib, ilohiy fayz berib chiroyli qilib o'tkazaylik. Ana duo bo'ldim shundan. Assalomu alaykum, kayfiyatlaringiz qanaqa? Va alaykum assalom. Kayfiyat yaxshi, xudo xolasa. Mana lekin ozgina hayajon bor. Chunki baribir mas'uliyatli konsert. Ancha odam yig'ilgan, o'shaning uchun ehtiyot bo'lishimiz kerak. Qo'shiqqa ham boshqa ham o'sha orada Gulinur o'tib ketadi, shunda ahamiyat bermaysizlar. Hammasi yaxshi bo'lib ketadi. O'zingiz kadrga kirasiz. Mana. Yaxshimisizlar? Keling, yaqinroq kelsangiz. O, katta rahmat yana. Xudo xolasa birgalikda yonma-yon turibmiz. Gulinur ham Xudo xolasa keldi. podдержка keldik. Go'zal Gulinur, assalomu Rahmat, alaykum. assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat, o'zinglar yaxshimisizlar? Keling. Mana shu yerda jonli, to'g'ridan to'g'ri. Tilaklaringiz bo'lsa janob Rasul uchun marhamat. Tilaklarim. Bugungi konsertga omad tilaymiz. Har doim shunaqa nomer 1 bo'lib yurish nasib qilsin, Xudo xolasa. Ketma-ket hit bergan san'atkorlar orasida bemalol aytsak bo'ladi janob Rasul deb boyam o'ylab intervyu bersam shu gapni aytaman deb turdim. Butun Qoraqalpog'iston shou biznesini butun O'rta Osiyoga tanitgan inson janob Rasul deb bemalol aytsa bo'ladi. Omad tilaymiz. Juda yaxshi taniysiz, akangiz sifatida ham, ijodkor sifatida ham. 3 ta yomon xislatlarni sanab bering. To'g'risini aytsam, biz urushib ham turamiz, gap talashib ham turamiz. Nima desa bo'ladi? Eng yaxshi tarafi nima? Yomon tarafi. Siz indamay turing. Yaxshi tarafi yo'q-da, hozir qaysi birini? Bugun aytma, ertaga aytasan ekan. Hazil albatta, juda ham yaxshi inson, eng yaxshi maslahatdosh, eng yaxshi do'st, maslahatni to'g'ri beradi. Endi birovlar bo'ladi-yu, ana aldab e'tibor, bularda unaqa gap yo'q. Yuzakilik. Nima bo'lsa to'g'ri yuziga aytadi, to'g'ri maslahat beradi. Bugun duetingiz bor, adashmasam. Va o'sha duet haqida to'xtalib o'tsak. Lekin hali duetimiz tayyor emas, chunki nima desangiz, hali ko'p bo'lmadi uni yaratganimizga, ijro qilganimiz ko'p bo'lmagan, sostav bilan ham ishlamaganmiz, lekin bugun harakat qilamiz xalqqa shu duetni ozgina bo'lsa ham ijro qilib beramiz, chunki aytib qo'ygan joyimiz bor, duetimiz bor deb. Endi qo'ldan kelgancha to'g'risi umuman tayyorgarlik bo'lmadi. O'shaning uchun salgina nimalar bo'lsa, kamchiliklari bo'lsa, kechirib qo'yasizlar oldidan. Xudo xolasa harakat qilamiz kamchiliklarsiz aytishga. Tashakkur deymiz. Sizning ijodingizga ham ulkan muvaffaqiyatlar tilaymiz. Rahmat, sog' bo'linglar, sizlarga ham rahmat. Siz bilan davom ettiradigan bo'lsak, repetitsiya jarayonlarini to'g'ridan-to'g'ri ijtimoiy tarmoqlarda kuzatdik, aynan Xalqlar do'stligida emas. Nimaga bu yoqda bugun kam bo'ldi? O'zi repetitsiya qachondan beri qilyapsiz? Qancha vaqt ketdi? Repetitsiya men почти qilmadim. Negaki vaqtim bo'lmadi, xalq xizmati bilan yurib, uyda bolalar bilan bir ko'rgan bo'lsak, bir haftami, 3 kun, yo'q, 4 kun bo'ldi ko'rdik. Uzog'i bir hafta deb qo'ya qoling. Mana bu yerda hozir 1 soatcha ko'rdik, bo'ldi, ortiqcha harakat qilmadik va repetitsiya qilmadik. Endi bilmayman, xudodan bu yog'i. Lekin harakat qilamiz yaxshi konsert qo'yishga va xalq ko'nglini olishga, chunki oldindan jonli ijro aytib o'rganganimizdan keyin amallab xudo xolasa bu yerda aytishga harakat qilaman. Biz tayyormiz deb o'ylayman inshaalloh. Kamchiliklari bo'lsa oldin uzr so'rayman, lekin kam repetitsiya qilganmiz. Kimlardir 3 oy, kimlardir 4 oy repetitsiya qiladiganmiz. Biz unaqa emas. 4 kun, 5 kun repetitsiya bo'ldi. Shuning ichida ko'rib oldik. Chunki oldin ham eshitib o'rgan, aytib o'rgan qo'shiqlarim, shuning uchun biz xudo xolasa yaxshi konsert qo'yamiz degan umiddamiz. Men shu yerda ustozim turib chaqirsa bo'ladimi? Albatta chaqiramiz. Astaka, ustoz. 1 minut qolsa mumkinmi? Shu yerdan guling. Albatta. Ustozim. Assalomu alaykum. Albatta ustozlarni bugun bayrami desak ham mubolag'a bo'lmaydi. Kayfiyatlaringiz qanaqa? Bugun nimalarni kutyapsiz shogirdingizdan? Shogirdimizdan bugun yangi qo'shiqlarni kutamiz. Bugungi kechani mana shu konsertimizda bir chiroyli o'tkazishini kutamiz. Bir so'z bilan deng. Bir so'z bilan Shugulni berib olib sizga. Ustoz shugul sizga. Shugullarni ochilib bering. Ustozim meni yoshligimdan o'sha
noldan desak ham bo'ladi. Noldan tarbiyalab, mana shu darajaga kelishimizga va mana shu janob Rasululloh stili yaralashiga ham sababchi insonlar mana shu Ozod Bekjonov bo'ladi. Men keyingaman, siz intervyuni davom qildiring. Vaqtim chunki ruxsat bermadik. yo'q. Omadiga bersin. Vaqtga chiqing davom ettiramiz. Demak, kechamizning asosiy bosh qahramoni o'zbek estradasi yulduzi, Qoraqalpog'iston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist janob Rasulni yana bir marta sahnamizda olqishlab qolamiz. Ulardan jonli ijrodagi otashin, mehru muhabbatga to'la samimiy qo'shiqlarni kutib qolamiz. Demak, hurmatli xonimlar va janoblar, kutib oling, sizlar uchun sahnada janob Rasul, olqishlar. Всех приветствую, всем ассаламу алейкум. Здравствуйте, добро пожаловать. Спасибо, очень приятно. Сегодня прекрасный концерт нашего брата Джанаб Расула. Так что я желаю ему успехов, родным, близким здоровья. Всему Узбекистану всегда улыбались и радовались. Всегда звучали хорошие музыки и хорошее, прекрасное настроение. И вашему каналу то же самое. Всегда был позитив хороший. Какие музыки Джаноб Расул самые красивые и самые лучшие? Мне его все песни нравятся. Он от души поет. Когда человек песню поет от души, у каждого есть особенных, знаешь, какой. Я шалом. Вот это мне больше нравится. Это очень топовая песня. Спасибо вам большое. Хорошее настроение. Казахстану, всем братьям, ассаламу алейкум. Следите, не пропустите моментиков. Sakit degan bola kelgan meni o'rtog'im. Sakit Samedov. Qani, Sakit. Где ты, а? Sakit Samedov. Sakit deb qichqirib yuboradi. Qani? Sakit. Kelguncha bir qo'shiq aytib turay, ha? Keldimi? O'qdi. Aytcha. Meni qadrdon o'rtog'im, jo'ram. Mana shunaqa yaxshi kunimda